Bezgaltirish chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Men tiktokerman. Shuhrat Musayev bugun hammamizni tema qildi. Shuhrat Musayev. Qayerda? Mashitda, keyin men Shuhrat Musayev och qolsa TikTokga kirib olib turish, biznikini ochilib, biznikini bir chaynamasa bo'lmaydi. Shu Shuhrat Koptay o'lmadimi, qutilmadimda. Shu Shuhrat Koptay o'lmadimi, qutilmadimda bilan. Shunday omega sizga oldin hechini taylamadingmi? 40 joy dedim. Undan keyincha bir pas tortishib baqir chaqir qilib ketdi. Keyin yozik ekan qo'shildilar. Zik ekan qo'shildilar, keyin zik ekanga. Nima Koptay? Meni ham gapirdim. Sizni eng kattasi haromini dedi. Voy mo'ma. Boshlig'i dedi. Mo'malaringni omegasiga shu haromini jalab shu ilog'omi shu kecha o'lgan shu uxlagan payti shu xolang ko'tagasiga qaytib turmasin. Uxlaganda o'lib qolsin. Xurrak tortgan payti mo'mangizga shu xurrak ichiga qaytib ketib o'lib qolsin buyunamigasiga. Menga nima teginadi u harom? Sutxo'r xolang ko'tagasiga prosentxo'r bilan. Bu yerda tartib bo'lish kerak. Bu yerda tartib men aytaman. Tartibiga qo'ttag'im jalab. Endi nima qilishimiz kerak? TikTokda bilan battle qilyapti ekanmiz deb jalab unga soliq to'lashimiz kerak. Nalog to'lashimiz kerak ekan bilan. Yo'q, bu yerda tartib bo'lsin. Yoshlarni biz sallaladi. Bu yerda hech kimni tartib yoshlarga qo'taq bormi? Yoshlarga qo'taq bormi? Majburlab olib kiryapmizmi biz TikTokga yoshlarni jalab? Bitta endi hayotda bizda maktabda ham shunday bolalar bo'lgan-da, o'zi normalniy bilan ko'rinishidan erkak sifatga o'xshagan jalab, lekin o'ta kazual bo'lgan-da. Bizda maktab davrimizda ham shunday bolalar bo'lgan. Borib turib ko'chada ikkita bir-birimiz bilan urushib qolsak, "Domillajon, ha? Ana qo'taq bosh bilan tashal bosh ikkalasi bir-birini uryapti" deb kazualchalik qilib yurganda, u qonida bor u narsa. Keyin men aytdimki, ushlolmaysiz. Bittasi Dubayda ochadi, bittasi Moskvada ochadi, bittasi Amerikada ochadi, bittasi mana men O'zbekistonda dedim. Ushlolmaysiz siz hech kimni bo'lsa dedim. Ushlaganda qo'taq qilamidi? Buyusini Amerikasiga nechta bittasi yotgan O'zbekistonda, Toshkentda. Ushlaganda qo'taq qilamidi? Tartib o'rnataman deyapti. Uyim yig'ishtiradigan qiz, qarang. Gazi yo'q. Voy haromi itvachcha, hozir skamaman u haromini. Shu qo'lingiz buncha chiroyli. O'zim rozovый rang yaxshi ko'raman-ku. Rozoviymi bu yo furfurmi? Темный, розовый, малиновый цветной. Malina, по-моему. Ekranga bosamiz sizlar, ekranga. Jasmina, kashasini tayyorla dedim. Alo. Nurdan? Nima chortog'imni ichiga bezgaz quyib ketding? Yibanmisan? Va kallangga qo'tog'im, undan men 2 kurushga ichdim, 1 kurushkasi qoluvdi. To'liq qilib ketgansan, hozir ichiga bezgaz qo'yib yibanmisan? Bezgaz qo'y, ichida jala gazi yo'q narsa turibdi. Qo'toq bosh, bilasan men shusiz o'tira olmayman. Kallangga qo'tog'im jala. Ichma meni suvlarimni, bezgaz ich. İchiga yana to'ldirib qo'yibdi, yibanashga. Bo'pti. Tavba yo'q. Yo'q, mana qarang, to'liq qilib qo'yibdi, yana ichini to'ldirib ketibdi. Bilmaydi deganda. Meni jinni deb o'ylaydi bu, jinni deb o'ylaydi meni. Bu bitta ichsam gazi yo'q.